Avazoxonni yomon ko'radigan, Mirza teatrida ishlagan, Mirzabek Xolmedovning jiyani bo'lgan Nikolining nabirasi Botirxon Imomxo'jayev xalqdan qanday sirlarni yashirdi? Bugun barchasi fosh bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Bolaligidan san'atga qiziqqan Botirxon Imomxo'jayev maktabni tamomlab san'at institutiga o'qishga kiradi, ammo unda teatr aktyori bo'lishni xohishi yo'q edi. Qiziqchilikka qiziqish avvaldan yuqori bo'lgan, ammo bu bo'yicha oliy o'quv yurti bo'lmagani uchun men ham boshqa qiziqchilar singari aktyorlik bo'yicha tahsil olganman. Ikkinchi kursdan boshlab teatrdagi spektakllarda massovka rollarni ijro etish uchun yuborishardi. Kursdoshlarim ichida faqat men teatrga borishni istamasdim. Chunki menda avvaldan teatr aktyori bo'laman degan xohish bo'lmagan. Ammo hozir bu qarorimdan afsuslanaman. Agar imkon bo'lganida O'zbek Milliy akademik teatr sahnasida bitta rol ijro etgan bo'lardim. Chunki yosh ulg'aygandan keyin dunyoqarash ham, istaklar ham o'zgarar ekan, deydi Botirxon Imomxo'jayev. Botirxon Imomxo'jayev Mirzabek Xolmedov bilan qanday tanishgan va ko'pchilik uning jiyani deb bilgani uchun Ma'mur Xolmedovning g'ashi kelgani haqida gapirdi. Ma'mur bilan oldinma-ketin institutga kirganmiz. U mendan bir kurs yuqorida edi. Mirza teatriga qabul qilinishimda uning ham yordami katta bo'lgan. Keyin Shukrullo Isroilov bilan tanishib qolganman. Bir kuni Mirzabek Xolmedovning tug'ilgan kuniga boradigan bo'ldik. Mehmonlar ko'p. Ustozlarga xizmat qilib yurganimda Mirzabek Xolmedov teatrga yangi a'zolar olish haqida gap boshlab qoldi. Shunda Shukrullo Isroilov ana Botirni olaylik, yaxshi yigit deb qolgan. Shu gapdan keyin Mirzabek Xolmedov menga e'tibor qaratgan va ko'p o'tmay teatrga qabul qilinganman. Qaysi davrga bormaylik, negadir meni Mirzabek Xolmedovning jiyani deb o'ylashardi. Bundan Ma'mur Xolmedovning g'ashi kelib, jahli chiqardi. Haqiqiy jiyan menman, sen nimang o'xshaydi deb ko'p gapirardi, ammo ko'nglida kiri yo'q. Nima xohlayotganini shartta yuzingga aytadi, deydi Botirxon Imomxo'jayev. Botirxon Imomxo'jayev bolalikdan uni Nikolin deb chaqirishgani va keyinchalik bu shaxs uning ijodining bir bo'lagiga aylangani haqida gapirdi. Sinfimizda hammaning laqabi bor edi. Negadir meni Nikolin deb chaqirishardi. To'g'risi juda jahlim chiqardi. Bunday deyishlarini haqoratdek qabul qilardim. Keyinchalik bu odamning san'atdagi o'rnini tushunib yetib, unga o'xshashimdan faxrlana boshlaganman. Bir necha yil oldin Ozodbek Nazarbekov bilan Moskvaga gastrolga borganmiz. Haykali yonida rasmga tushishni niyat qilgandim. Do'ppilarni kiyib, uningdek xatti-harakatlarni qilib rasmga tushsam, odamlar to'planib men bilan rasmga tushishni boshlashgan. Keyin bir ayol Nikolinga kim bo'lasan degan. Nabirasi. Toshkentga borganida buvim bilan tanishgan, keyin dadam dunyoga kelgan. Men uning nabirasiman deganman. U ishongan. Moskvada odamlarning men bilan rasmga tushganini aytib, ancha vaqtgacha maqtanib yurgandim, deydi Botirxon Imomxo'jayev. Botirxon Imomxo'jayev nega yakkaxon konsert bermagani va qiziqchi Avazoxonni yomon ko'rishi haqida gapirdi. Teatrdagi ko'pchilik ijodkorlar alohida ham ijod qilib konsertlar berishadi. Men ham yakka holda konsert berishim mumkin, ammo doim nimalardir to'sqinlik qiladi. Boshqa kulgi jamoalarda ishtirok etadiganlar yakka holda konsert berishmaydi. Biz Mirza teatrida chiqsak ham hammamizning hech bo'lmaganda 20-25 daqiqalik yakkaxon chiqishimiz bor. Aytmoqchimanki, tayyorgarlik ko'rsam men ham bemalol 2 soat odamlarni kuldira olaman. Ammo bu ham konsert beryaptimi deb odamlar negativ fikr bildirishlarini istamayman. Keyin ustozlar oldida ham xijolat bo'laman. Avazoxon bu borada epchillik qildi. Yakkaxon ijodni uddalay olgani uchun ham uni yomon ko'raman, deydi Botirxon Imomxo'jayev. Ba'zan men o'zi kimman, aktyor, qiziqchi yoki boshlovchimanmi deb o'ylab qolaman. Ijodda ba'zi narsalarga achinaman, ammo ustozim Shukrullo Isroilov aytganidek xizmat ko'rsatgan artistlar bor. Xalq tanimaydi.
yaxshi kuniga chaqirmaydi. Muhimi xalqning e'tibori degan gaplari yodimga tushib o'zimni yupataman, deydi Botirxon Imomxo'jayev. Biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib boring.